Vali do'stim. Qani yaxshimisan? Sog' yaxshimi, charchamasdan. Yaxshi ish topdim. Borib soqqani qilamiz. Hozir bir gaplashib qo'ydi. Men uydagilarim hozir qiz topishgan. Uylanasan deyishyapti. Ayni vaqtda hozir uchrashib ketishdi. Bunaqa ishlarni sen bilan meni o'rtamizda bir qirchang'i bo'ladimi keyin? Sen tasavvur qilyapsanmi uylanganingdagi nima bo'lishini? Ko'chaga chiqa olmaysan, jo'rroq qo'sha olmaysan, telefon ko'ra olmaysan. Ovqat qani? Men kechga keyin gaplashamiz. Sen uchrashuvmi hali? Uchrashuvni shunaqa beliga tepay, qo'rg'asi sinib ketsin. Keta qolaylik bu yerdan. Mana Marjonaxon, hozir biz Gagarin shahrida joylashgan Lavash o'rnidamiz. Bu yerda ish vaqti kunduzgi soat 10 dan kechki soat 10 gacha ekan. Yana yetkazib berishlari bepul ekan. Bundan tashqari 4 ta katta lavash olgan mijozlarga 1,5 litrlik yaxna choy bor ekan. 4 ta hot-dog olgan mijozlarga 0,5 yaxna choy bonuslari bor ekan. Men sizni yomon joyga olib kelmadim. Meni bir do'stim bor, eng yaqin. Xormana, salom alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Men buni do'sti G'animan. Bu meni do'stim Vali. Bir pachka sigaretni qani? Kecha urib ketib qolibsan. Qanaqa sigaret? Sigaret ham chekadimi? Yo'q, noto'g'ri ichma, noto'g'ri. Onda-sonda siqilgan paytda haligi ichgan paytlari chekadi-da endi. Voy, hali ichadiyammi? Yo'q, uni noto'g'ri. Kimman? Bu odam o'ltirib qo'ygan, shunga siqilib ichadi-da endi ozgina. Voy, hali odam ham o'ltirganmi? Yo'q, noto'g'ri tushmang. Bu o'g'irlikka tushgan, o'sha o'g'irlikda guvoh bo'lib qolgan. O'shandan keyin guvoh bo'lmasdan o'ltirib bergan. Noto'g'ri tushmang. Hali qotil hammi? Yo'q. Uni ham noto'g'ri tushmang. U bunday bo'lgan. Kredit olib minusga kirib ketgandan keyin nima qilishni o'g'irlikka tushgan. Hali kredit ham bor ekan-a? Ha, krediti ham bor. Nega deysizmi? Bu bolalarga aliment to'lanmay minusga kirib ketib qoldi. Hali oilali. Kredit olgan. Конечно, oilali. Ikkita o'g'li bor. Xotini bilan kelyapti, chaqirib qo'yganman. Qani, sen nima deyapsan? Men uylanaman deb keldim bunga. Nimalar deyapsan sen o'zingga o'zing? Hali aytmadingmi o'ziga? Nimani aytaman? Mana shu bo'lgan narsalar emasmi? Seni atayni qilmag'ani. Meni jinoyatchiga tegish niyatim yo'q. Singlim, bir minut. Kechirasiz. Uni nima qilasiz? Menday bir oliyjanob bir yaxshi yigitga turmush kechirsangiz bo'lmaydimi? Men do'stini sotadigan xiyonatkorga tegmayman. Vali, Ha, yedingmi? Endi meni ko'radigan. Vali, to'xta.